Olyaptimi? Assalomu alaykum. Azizlar. Bilasizmi, dunyoda xilma-xil ajoyib insonlar bor. Kecha Farg'onaga nechinchi kun edi kecha? Mart so'nggi kunlari Turkiyani Ankara shahridan ikkita 2000-yilda tug'ilgan, biri 2001-yilda tug'ilgan. Xullas 25 va 26 yoshli ikkita ayol kirib keldi. Ankara shahridan piyoda, qo'llarida hassasi bilan hozir ular uxlayapti. Uyqusini bezovta qilmoqchi emasman. Farg'onaga kelishdi. Hozir men ularni mani xonadonimda uxlashyapti. Men ularni kuzatib, bugun Namanganga ketishadi. 5 oydan beri hamma musulmon davlatini Anqaradan chiqishib, Anqaradan nimaga Ankara, Turkiyadan chiqishib, Anqaradan Ozarbayjonga o'tishibdi, Ozarbayjondan Ironga, Irondan yana xullas kalom 5 oydan beri piyoda kezishib, mana bu Surxondaryoda Amudaryo ko'prigi ustidan Afg'oniston orqali O'zbekistonga kirishib kelishib, Farg'onada ko'chada tasodifan ko'rib qoldim. Bular piyoda yurishibdi, qo'llarida asolari bilan, orqalarida og'ir 25 palatkalari bilan. Shunday o'tirak ayollarni ko'rib motivatsiya oldim. Men ularni kuzatib, ular Namanganga ketishadi hozir. Men jinday hamroh bo'lib yurmoqchiman. Mana bilasizlar, harakatlarim cheklangan, lekin hali bu sud jarayoni davom etadi. Kecha viloyat sudining xulosasini ham oldim, ajrimini ham. Men unda ajrimni ilgari olib, ajrimlari shahar sudiga qaytib kelmasdan turib tashlab qo'ydim arizamni. Xullas kalom, bularni men video qilaysam, yo'q bobo, kerak emas deyapti. Men ularni ortadan ketishayotganda, piyoda ketayotganda suratga olaman. Keyin hozir oyoqlaridan suratga olaman. Kerak emas bularga hech narsa. Faqat dunyo ko'rsak bo'ldi. Bizga unaqa mashhurlik, bizga hech narsa kerak emas. Bizlar ko'ryapsiz-ku, velosipedda hajga ketganlar ham bir qator aylanish bo'ladi O'zbekistonda. Bu qizlarni ichidagi jasoratiga, bu bittasi oila qurgan, bittasi hali turmushga chiqmagan, lekin ikkovsi ham oliy ma'lumotli aytishlaricha, biri o'qituvchi, biri kompyuter bo'yicha mutaxassis. Dunyo kezib yurishibdi. Umuman so'z yo'q. Mani ichim, mana bu sudyalar bilan bo'layotgan mashmasha, bularni yurtimizdagi mana bu qallobliklarni ko'rib, ichim yonib sarpal, yuragim g'ashlanib, yuragim dik-dik bo'ladi. Hozir mana ulardan kecha motivatsiya, tasodifan uchratib olib, mana o'zimizga kirganimizda hassasi. Keyin ularni avtobusga olib chiqib, bu yoqqa yurdik. Avtobusga chiqishda orqasida ryukzaklar bilan o'zlari chiqishdi. Avtobusdan tushdi, avtobusga chiqib ham o'tirishmadi. 17 ga chiqib Belkanga keldik. Umida Turg'una mahallasiga, kstati. Keyin o'rindiqqa ham o'tirishmay, orqalarida ryukzaklar bilan yaqin 3 kilometr yo'l yurib, 5-6 avtomobildan keyin qizim orqasidan tushdi, noqulay bo'ladi deb bittasini ryukzakini oldim. Ryukzaki yelkamni zo'laydi. Mani endi 77 ga cholga og'ir turgandir. Ulardan so'ng og'ir, yo'q bobo o'rganib qoldi, piyoda orqalarida yuklari bilan. Tasavvur qilyapsizmi? Yusalari kichkinagina. Tavbandan gata. Ehtimol mana bular aytishlaricha ro'zani nimada boshlashgan ekan, ro'za tutib yurishibdi. Ro'za tutib piyoda. Afg'onistonda boshlashib, bitta Farg'onada tugallashibdi aytishlaricha. Ehtimol yo'lda ko'rganlar bordir, azizlarim. Bittasi to'ladan kelgan, biri uni aksi ozginroq. To'ladan kelgan oppoqroq, ozgina sal qoracharoq. Turkcha ular gapiryapti. Men o'zbekcha oilamda mana nevaralarimni bir-birimizni tushunganimizni, so'zsiz tushunganimizdan hayratlanaman-da. Ular mana urush boshlanishidan avvalroq boshlanishi, mana Eronda bilasizlar. Jonlari yomon bo'lsa, hozir uxlashyapti, uyg'otgim kelmayapti. Uyg'ongandan keyin sekin Namanganga qarab ularni kuzatib, Marg'ilon orqali yo'lga chiqamiz azizlarim. Mana shundaqa motivatsiya oling azizlarim, motivatsiya oling. Shundoq. Mana velosipedim tayyor turibdi.
Xudo xohlasa hozir yo'lga chiqamiz. Ular turaversin, uxlashaversin. Ismini aytmayman bularni. Mana o'zim olyapman. Sizni ovozingizni yozaman xolos. Xo'p? Mana. Azizlarim, mana ikkovi qiz menga shunday motivatsiya beryaptiki, bular kelgandan beri men vulqon bo'lib ketyapman. Mana nima demoqchiman? Kecha shaharda o'rtasida mana ikki qizni mana ovozlarini eshitiraman sizlarga. Qiziqish yo'q, biz yoshlarda qiziqish yo'q. Hozir bularni kuzatgani aytaman, Marlongacha ehtimol velosipedda mana boshimga kaskani kiyib bular kuzatgan bo'laman. Hozir o'zlari sizlarni tanishtiradi. Mana hozir ko'rdilaring. Nima? Qancha yurgan turkcha aytavering. Turkcha aytasiz. Qancha yo'l yurganingizni, qayerdan kelayotganlaringizni ayting, asalim ikkovingiz. Ovoz yozilyapti, mana ko'ryapsiz. Men sizlarni olmayman. Bular xohlashmaydi. Mashhurlikni keragi yo'q. Bular bir narsa qilib, hatto ovozini yozishga so'radim, ruxsat so'radim. Mana, gapiring qizim. Tamamdır. Yolumuzu mu anlatalım? Yolculuğumuzu. Qattiqroq gapiring. Tamamdır. 5 aydır yoldayız. Azerbaycan'dan başladık. Azerbaycan, İran, Pakistan, Afganistan. Şu anda da Özbekistan'dayız. İsmail amcanın evinde misafiriz. Bizi bütün samimiyetleriyle ve kalpleriyle ağırladılar. Burada bulunduğumuz için çok mutluyuz. Özbekistan halkını ve Özbekistan'ı tanıyoruz. Şu anda Fergana şehrindeyiz. Barakalla qizim. Mana o'rnachi, men aytyapman sizlarga, yoshlaringni bilaman, ismlaringni aytmayman, otingizni aytmayman. Mana eshitdingiz qizim? Mana nimagaki, qarang, yoshlaringni aytdim uje. Piyoda, mana eshityapsizlarmi azizlarim? Piyoda Anqaradan nechta davlatlarni bos. Necha oy yurdingiz? 5 oy. 5 oy. Bir kunda 30 kilometrdan yuryapsizmi? Aynen 30. O'rtacha. Yukingizni og'irligi qancha? Aynen 20 kilo çantalarımız var. Uni ichida palatkalari bor, kichkina gaz plitalari bor. Aytyapman-ku. Mana hozir bularni kuzatib men O'zbekiston yoshlariga aytamanki, mana hozir men 77 ga kirganda ham ichimdan o't yo'qdi, lekin ko'chada bir o't yongani bular kutib olganini ko'rmadim. Men o'zim bordim. Zavodda ishlayotganimda Farg'onadan ishli joyimdan Shohmardongacha 70 kilometr. Yo'q, 70 ga ham yetmaydi, 60. Juda ko'p yoshlar. Mana shu yangi asrning boshida men bilan velosipedda boramiz tog'a dedi. Velosipedda, piyoda bas azizlarim. Keyin aytadi, "Oy, Ismoil tog'a ish, bahona topadi." O'zim farzandlarimni mana kutib yotibman. Meni katta o'g'lim pensiyaga chiqdi. Hajga boraylik deyapman, lekin hozir pensiyaga chiqqandan keyin endi hozir 54 ga kirdi. Bitta o'g'lini uylash kerak. 4 ta nevarali bo'ldi bu 3 yil ichida. Bultur mana 25-yilda 3 ta nevara ko'rdi. Hozir endi aytaman, hozir bu qizlar bilan bilmadim, hozir kokani yo'lda olaman. Orqalaridan ruxsat so'radim. Uydaga olaman, azizlarim. Nur, biror narsa ayting. So'ylang. Ha? Choy ichib olayman. Bularni hozir nonushta vaqtida gapga solyapman. Eshitdingizmi nonushtani? Qizim, oling choyni. Ma'lumotingiz qanaqa diplom bor? Siz nima ish qilasiz? Matematik öğretmeni. Ha? Matematik öğretmeni. Matematika? Muallim. Matematika ustozi, muallimi. Unisi kompüter? Aynen. Bilgi ve belge yönetmeniyim ben. Barakalla Salina, barakalla go'zalina. Qolganlarini eshitdingizmi xalq? O'zim bunday qilib o'chirib olayman endi. Qolgani yo'lda olamiz. Ha, o'chirib qo'ying. Burada mı? Aha. Yok. O'rtasidayman. Karayel. Hozir ana Turkiyadan kelgan qizlarim bilan pasportlarini vizasini uzaytirgani pasport stoliga bordik. Xullas qizlarga jarima to'lash kerak ekan qizlar. Jinday nimalar uzatib kelib, piyoda kelgan qizlarga 3 million jarima solishmoqchi. Men aytdim, boshlovda oldiga kirdim. Bu qanaqasi? Bu qizlar piyoda Turkiyadan, Anqaradan kelgan qizlar 3 milliondan jarima to'lab, o'zim boshimdan o'tgan Rossiyada qanday qiynalib turist bo'lib chiqsa bo'laverdim. Pasport stolini boshlig'ining o'rinbosari Jahongirga va Sherzod pasport bilan shug'ullanayotgan. Umuman o'zimni blogerligimni suiiste'mol qilib, odam to'la pasport stolida. Mana bugun
15 bugun 25 mi azizlarim? Mana bugun chorshanba. Mana qilib hozir qizlar bilan. Bulardan menga kuzatish o'rniga men bularni pasport stoliga olib kelib, nimasini uzaytirdik. Uzaytirmoqchi bo'ldik. Lekin mana Farg'onada bozorda yuribmiz azizlarim. Xullas bugun yo'lga chiqishmadi. Bugun ham olib qolaman qizlarni. Pasport stoli ana u turistik va sport vazirligiga murojaatim. Janoblar, chet eldan kelganlar bunaqa qilib bizga ziyorat qilgani kelganlarga bunaqa jarimani nima qilasizlar? 3 million bular agar men pensioner emas, millioner bo'lganda to'lab qo'yardim. Lekin nima qilaman endi bunlarda? Xullas Jahongir podpolkovnik menga tushuntirdi, Ismoil tog'a bular anaga polis bilan chiqib ketaveradi, chegaradan nima qilishdi? Juma kuni ketishdi. Xullas kalom. Qizim, hozir men pasport hozir bo'ldi. Hozir men to'mavadi qizim. Shunday. Mana hozir Farg'onani kezib keldim. Pasport solada odam dinmagan tumonat. Qarang. Hatto itigasini tanimaydi, o'zbekcha aytmoqchi. Davlatimiz chet eldan investitsiyalar kelyapti. Xudoga shukr, boymiz. Mana chet eldan piyoda 5 oy piyoda kelganlarda 3 milliondan jarima qilishmoqchi bo'ldi. Keyin latta yigitlar bilan pasport solining boshlig'ini o'rinbosarini oldiga kirdik. Ubaydullayev podpolkovnik Jahongirga kirib aytdim, shunaqa Ismoil tog'a bizdan boshqa ixtiyor dedim. O'shancha men bo'ldi dedim, men aytaman dedim. Hurmatli, o'shancha aytyapman. Turizm, yoshlar ishi turizm vazirligi. Bu mana ikki qiz mana Anqaradan piyoda kelibdi. Yo'l-yo'lakay hozir menga savol tug'ilishi mumkinki, nima yurtimizga kelib ro'za tutishib piyoda yurishib, orqasida og'ir yuklari bilan sizlarga yuklarini ko'rsataman, o'zlarini ko'rsatmayman. Kelishib vaqti bo'lmagan, ko'chada doim chodirani ichida to'planib keldi. Men kelganda endi hozir o'tib ketdi muddati deydi. Jarima qilmasa bo'lmaydi dedi. Men aytdim, qanaqa qilib jarima qilasizlar? O'zingizga propiska qilasiz. Men propiska qilganda o'yladim, bular hech qayerga propiskaga kirishgan yo'q, yo'l-yo'lakay doim deyarli ko'chada. Bo'lmasam chegara qo'shinlariga dedim, murojaat qilishdi, kechiradi. Keyin o'zim boshimdan o'tganlarimni aytdim. Mana dedim, Qozog'istonda kezaman, chegaralarni o'tayotganda hattoki qaramasdan ishdan bosib berishadi. O'sha 16-yil, 2009-yillari Rossiyaga, Moskvaga borganimda hech qayerda muammo yo'q. Hozir endi mana qaytib keldik. Aytib qizlar o'zlariga kerakli dokumentlarni, mana pasportdagi jarima qo'llash haqidagi qog'ozlarni tushirdim. Men aytdim, yo'qotmanglar. O'sha chegaraga borganlaringni mana idorani suratga olishdi o'zlarining telefoni bilan. Xullas shunaqa azizlarim. Men sizlarga qizlarning yukini ko'rsataman. Qarab turinglar-da. Qizlarning yukini ko'rsataman. Ular umuman supermen. Bo'lmasam bo'ylari ko'pi bilan 1.60. Jussalari kichkina. O'zlarining vazni 60 ga yetmaydi. Mana kelyapti qizim. Hozir bularning yukini olaman. Asalinalar. Turkcha so'z ayt. Qizim, turkcha so'z ayt menga turkcha so'z ayt menga. Ayt, gapir. Nechchi? Nima xohlasang gapir menga. Men yozib olaman ovozingni. Merhaba. Yo'q, mana Farg'ona qalay, yoqdimi? Farg'ona, bozor. Yaxshi. 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 Mana ko'rdingiz-a? Pasportlarni oldingiz-a? Bo'ldi, men siz yukingizni ko'rsataman. Ryukzak, ana o hozir yuklarini ko'rsataman. Vaznimni ko'rsataman sizlarga. Bu bitta İsmail abi. Qizim mayli. Mana ko'ringlar azizlarim, ikkalasining yuki. Bitta gaz plitasi bor, chodirlari bor. Har bittasini vazni mana ko'tarib ko'rayda, belimni chiqarib olay deydi. Mana ko'ring azizlarim. Nech kilo qizim? 25, 30. 20? Yo'q, men kuchim qolmabdi. Bo'lmasa mana azizlarim, bitta chodir bor. Bular mana uni kiyishib olib, piyoda kezishyapti mana. Mana uni kiyishib olgan, mana boshlariga kiygan. Yo'lda ko'rganlar yordam beringlar. Nima? Aso qani? Aso. Palka qani? Mana tayoqlaring qizim. O't. Mana uni. Buni ko'ringlar azizlarim. Mana hozir men qo'yaman. Hozir mana ko'ring.
azizlar. Ikkovsini qo'lida bitada mana aso. Hassa muso mana. Shuni ushlashib olib, orqalarga ryukzakni ilishib olib, bu ikkov Asalina, Go'zalina, Supermenlar. Çok xursandman qizim. Hatto quloqsolilarda men bitta narsani aytdim. Podpolkovnik oldida aytdim. Men ham 77 yoshda ham dedim, dunyo kezib to'g'ri qo'ysangiz dedi. Pasportstoni, Farg'ona shahar pasportstoni boshlig'ining o'rinbosari Ubaydullayev Jahongir Madota. Bundan yaxshi pasportim mana it kartam yordim dedi. Olib pardon, yo'q dedi. Siz 20 yoshar yosh ko'rinarkansiz Moltoga dedi. Ha, shunaqaman dedim. Keyin qaytishda o'sha pasportstoni yonidan o'tib, shahar ichki ishlar boshqarmasining boshlig'ini telefoni ashurib Alisherga ham telefon yozib oldim. Kirib bularning muammosini aytmoqchi edim. U chiqib ketgan ekan, proxaniylar aytdi. Xullas kalom, azizlarim, bugun ham olib qolaman qizlar. Ertaga xullas pasport shunday ketaverar ekan, jarima qilishmaydi. Jarimasi chiqib ketishi imkoni bor ekan, turist bo'lib ichganiga o'sha tranzit holatda. Men umuman tushunmadim. Bular shunday qilib 3 milliondan jarima qilishib. Ha, Rossiyaga borganda 2016-yili nimada meni mana bu Kursk vokzalida hatta yigitlar quloq soldilar. Bizda Paz avtobusi, hatta shunaqa unga o'xshagan avtobuslar ichiga mana shunaqangi vokzalda tunaydiganlarga, uy-joy yo'qlarga avtobuslar ichiga nar qo'yib qo'ygan, nar. Bilasizmi degan? Topcha, uni 2 qavat, 3 qavat qilib. Unda men unga kirganim yo'q, velosipedim bilan kira olmadim. Keyin mana shundaqangi yetim yesalarga, dismanlarga, kambag'allarga hammomga ham borib tushdim, mana olib borishdi hatto. Haligi birinchi yordam ko'rsatadi tekin meditsina xizmati nimada hammomda. Tekin hammom, kirlaringizni yuvib, halidaqa produktga qilib berishadi, halidaqa kiyimlarni qaynatib issiq bu bilan. Xullas kalom, mana shunaqa azizlarim. Mana qizlarni yo'lda ko'rib qolsalaring, mana Afg'oniston nimadan chiqishib, Anqaradan chiqishib, mana hozir kirgilada. Endi ertaga ketishadi. Ertaga men video qila olmasam kerak, nimagaki telefonni egasiga qaytaraman. Bugun o'ldim. Xullas kalom, hammalarni yaxshi ko'raman. Shundaqa. Ha, bozorda qatiq bozorga kirdik. Bozordan mana smetana olgan hatto ayollar mana shu qizlar tanishtirdi, mana shunaqa nimadan kelishdi desam, o deyishib qizlardan nalika kim qarindoshi Turkiyada borlar bilan gaplashgandan keyin qatiq sut sotayotgan bir ayol aytibdi, Ismoil ota, yoriting, mana bozorda peshtaxtalar yetishmayotganligini ayting dedi. Farg'ona shahar bozori qatiq bozor deylar aytyapti. Peshtaxta yetishmayapti deydi. Eshityapsizlarmi? Prilavka. Mana yorityapman. Aytdim hammasiga. Sog' bo'linglar, hammalarni yaxshi ko'raman. Ha, jonivor bor bizda. Bugun 25-mart, mana meni uyda nima kutyapti azizlarim? Farg'ona viloyat sudidan kelgan xat. Buni men oldin olib yozib qo'yganman. 18-mart kuni. Bir hafta burun. Mana tanib olinglar, mana bu tarkib. Viloyat sudini mana bu tarkib ostida o'qib beraman familiyalarini. Mana voy ko'zingni taqmabman uzr. Hay'at sudlari mana 26-10 mart kuni Farg'ona viloyat sudi jinoiy ishlar bo'yicha sudlovdan Ziraatli qiluvchi Vasidikov, hay'at sudyalari Abdubannopov va Haydarov iboratli tarkibda Nurullo Millatjonovning kotibligida taraflardan viloyat prokuraturasi bo'lim prokurori Azimov himoyachi xullas bu aniqladi. Ko'ryapsizmi? Aniqladi deb mana bu sudya Farruh Rahmatovni yolg'on to'lasini sharhlashyapti. Aniqladi deb. Hech narsani tekshirgan, agar ular o'qigan deydi o'sha mana bu hozirgilarga o'qib bergan viloyat sudini tarkibi. Mana bu viloyat prokurorining bo'lim prokurori Azimov. Mana Farruh Rahmatovni mana yonimga olgan prokuror advokat Mamajonovni sudlarni tuzib yozganini, keyin mana u hatta birinchi instansiya sudida mana u yolg'onchi Farruh Rahmatov menga video qilaman deb video qilib bergan yo'q. Keyin ana uni Umida Turg'unovani bitta so'zda mana ham haqorat qilgani, ham tuhmat qilgani, nima deb butilka dosh deb bitta onaxonni umrida bitta rüyumga ushlamagan onaxonni
oilasi bilan terror qilayotganda nima qilib, xullas azizlarim, mana shunaqa ko'ryapsizmi? Yolg'onlar ustiga yolg'onlar. Men sizlarga aytaman, azizlarim. Kelinglar qilib sizlarga qarab olaysiz. Assalomu alaykum yana. Men bugun qizlar bilan ancha ko'rib yurdim. Turkiyadan kelgan qizlar bilan. Bugun hozir dam olishgan qoldi. Ertaga kechqurun bo'ldi. Ey xalqim, millat gullaringiz dog' yurak jasur bo'lsa, berdi Xudo. Sudyalar, qozi demayapman, sudyalar yolg'onchi bo'lsa, urdi Xudo. Bular mustaqil prezident mutlaqo bular bilan ishi yo'q. Bular ishini birov tekshirmaydi. Biz prokurorlar hammasi yolg'onchi. Eshityapsizmi? Baxtiyor Ahmadjonov, Ismoilov cho'ntagiga solib qama deyapti. Tasavvur qiling. U ko'chada turib, videokamera bo'lmaganda shu yopilib qolgan, mana butun dunyo eshitdi. Ko'chada turib hayqirgan viloyat prokurori mulozimlariga 5 minut, 5 minut o'tkazganda yoki o'zini idorasida majlis yig'ilishi o'tayotganda bilasizmi nima deb o'rgatadi? Mana ko'rlaring, Furqat Tumadiy prokurorlar qilgan ishini, militsionerlar qilgan ishini ko'ryapsizlar. O'zbekiston razolatga to'lib ketdi. Sudyalar hammasi yolg'onchi. 100%. Prokurorlar mana shundoq hayqirib, butun dunyo eshitib, albatta Oliy Kengash eshitdi, albatta prezidentimiz administratsiyasi boshlig'i Saydaxon Shavkatovni eshitdi. Lekin birov haligi sochi tikka bo'lib, bitta partiyani rahbari jumbushga kelyaptimi? Mana qarang. Mana sud qilgan, mana jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudining raisiga jo'natyapti Vahopovga. Mana sudga mana 16-yanvar sanasi bilan. Quloq solinglar. Menga ma'lumot uchun jo'natyapti. Mana O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 139-modda bu tuhmat. 3-qismining J bandi va boshqa moddalar bilan sudlangan Mallaboy Ismoil G'aniyevichga oid jinoyat ishi kassatsiya instansiyasining 26-yil 10-martdagi ajrama bilan birga ijro qilish uchun yuborilmoqda. Ijro degani yana meni harakatim. Men nahotki men uni yo'q qilish borgan bo'lsa, ertaga borib meni qizlarni jo'natib olaman, Turkiyadan kelgan qizlarni, keyin borib so'rishtiraman. Nahotki yana ishni bosib qilasizlar, ha? Siz janob sudyalar qachon qozi nomlanasiz? Shunaqa, sizlar like bosishga qo'rqib o'tiraverasizlar. Salomat bo'linglar. Endi men mana qizlarni o'zimga kelolmayapman-da. Mana tasavvur qiling-da, mana qizlarni ko'rib ichimdan tuyg'on kelib, nimaga mana biz o'zbek yoshlari, O'zbekiston yoshlari ko'ringlar. Mana bugun ertaga Namanganga qarab yo'lga chiqadi, yo'lda ko'rsangiz mana kiyimlarini, mana nimalarini ryuksaklarni ko'rsatib qo'ydim, o'zlarini telefonlarini yozishib berdi menga. Piyoda kezib yuribdi. Juda ham nozik qizlar, lekin ularning yuklari dahshat, malades. Asalinalar, go'zalinalar. Hozir afsus qilaman. Bilaman, ruschani o'rganibman, turkchani o'rganmabman deb. Telefonlarda perevod qilib gaplashyapmiz. Ancha-muncha tushunmaganlarimiz. Koyil, Anqaradan dunyoni kezib piyodaman. Maqtanib yuribman, velosipedda 2 marta Moskvaga bordim. Sohatchi bu mashinada kezib yurib, bular piyoda kezib, yo'lda ro'za tutib, orqasida shunday og'ir yuk bilan tepani qo'polroq taqqoslayapman. Shillik qurt o'zini yoki toshbaqa o'zini ko'tardi. O'shancha toshbaqa qanaqa yurasiz? Ular kuniga 30 kilometrdan yurib 5 oy Xudo umrini bersin. O'zbek yoshlari ham o'rganinglar azizlarim, piyoda yurib, jahongashta bo'linglar. Sog' bo'linglar.